Assalomu alaykum hammaga. Bugun anatomiya bo'yicha 6-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik manzarasi quyidagicha holatda tuzilgan. 24 yoshli ayol outpatient, ya'ni klinikaga konsultatsiya hamda dori-darmon olish maqsadida tashrif buyuruvchi ko'rinishda kelyapti. 6 oydan buyon vaqti bilan chap tomonlama biqin sohasida paydo bo'layotgan og'riq va CD rangining o'zgarishi belgilari bilan tashrif buyurgan. Og'riq xarakterik jihatdan simirlovchi og'riq ko'rinishida bo'lib, kunning oxirgi qismiga yetganda og'riq kuchayadi yoki uzoq muddat o'rnidan tik turgan holatda ishlaydigan bo'lsa, demak og'riq kuchayishi aytib o'tilyapti. Qo'shimchasiga chanoq sohasida ham diskomfort va disparonik belgilar qayd etilyapti. Bemorda tibbiy tarixida hech qanaqa jiddiy kasallik o'tkazmagan yoki dori-darmon iste'mol qilmaydi. Bemorda tana massa ko'rsatkichi 17,5 ni tashkil etmoqda. Kompyuter tomografiya angiogramma orqali qorin va chanoq sohasi tekshirildi. Va tekshiruvlar shu narsani ko'rsatyaptiki, chap buyrak venasini kompressiyaga uchrayotganligi, ya'ni qorin aortasi va yuqori tutqich arteriyasi o'rtasida kompressiyalanayotganligi qayd etilyapti. Qo'shimchasiga tomirning proksimal qismida kengayish qayd etilyapti va chap gonadal venalarning anchagina kattalashib qolganligi, demak, kompyuter tomografiya orqali qayd etib o'tildi. Demak, bemorda asosiy belgi shikoyati biqin sohasidagi og'riqqa va CD rangining o'zgarishiga bo'lyapti. Tekshiruvlar esa aynan uni chap buyrak venasini kengayganligini ko'rsatyapti. Demak, bizdan taxminiy tashxisimiz hamda keyingi bemorni yo'naltirishimiz so'rab o'tiladi. Javoblarni o'ylab turamiz. Demak, bugungi darsimiz qorin anatomiyasiga bag'ishlanadi. Qorin anatomiyasi qorinni anatomik tuzilishiga ko'ra 4 ta chegaraga bo'lib o'rganish taklif etiladi. Bulardan birinchisi o'ng yuqori kvadrat va bu yerda jigar, o't pufagi kabi muhim a'zolar joylashadi. Ikkinchisi chap yuqori kvadrat hisoblanib, bu yerda asosan taloq joylashganligini qayd etib o'tishimiz mumkin. Demak, o'ng yuqori kvadratimizda bizda jigar, o't pufagi kabi muhim hayotiy a'zolar joylashgan bo'ladi. Va o'ng pastki kvadrat bu soha esa yo'g'on ichak tuzilmalariga oid. Chap pastki kvadrat chanoq sohasidagi a'zolar va yo'g'on ichakning davomi sifatida a'zolarni o'z ichiga oladi. Endi bizda klinik muhim xususiyat parasintez amaliyoti mavjud. Bu amaliyotda asosiy maqsadi shundan iboratki, bizda mana bu qorin devori jihatdan oladigan bo'lsak va oshqozonga o'z navbatida qorin pardaning vitseral varag'i yopishib, uni o'raydi va natijada intraperitoneal, ya'ni qorin parda ichki a'zosiga aylanadi. Aynan mana shu vitseral varaq hamda oshqozonning parietal varag'i oralig'ida, mana bu demak ichki bizda vitseral varaq hisoblansa, tashqi tomonda joylashgani esa parietal qorin parda hisoblanadi. Aynan vitseral va parietal qorin parda oralig'ida qorin parda bo'shlig'i yoki peritoneal bo'shliq hosil bo'ladi. Demak, bizda mana bu ikkalasining orasida mavjud bo'lgan bu bo'shlig'imiz. Mana bu hajmdagi bo'shlig'imiz, demak, peritoneal bo'shliq yoki qorin parda bo'shlig'i deb nomlanadi. Aynan mana shu qorin parda bo'shlig'i oralig'ida turli xil patologik holatlarda suyuqlik yig'ilish holati qayd etilishi mumkin. Bu holat ilm fanida ko'pincha astit deb nomlanadi. Aynan mana shu yig'ilgan suyuqlikni olish jarayoni esa parasintez amaliyoti hisoblanadi. Demak, bu tibbiy prosedura jarayoni hisoblanib, shpritsda qorin parda oralig'i, ya'ni qorin parda bo'shlig'iga joylashtirish va u yerdagi suyuqlikni tortib olishdan iborat bo'ladi. Demak, u yerdagi ortiqcha miqdordagi peritoneal, ya'ni qorin parda suyuqligi, ya'ni astit ko'rinishli suyuqlik olinadi. Diagnostik maqsadda yoki terapevtik maqsadda olinishini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu suyuqlikni olish davomida shpritsni ketma-ket qorin parda qavatlari bo'ylab kirib borishi ahamiyatli. Har bir qavat nomini bilish kerak talab etiladi. Demak, qavatlar jihatdan ko'radigan bo'lsak, eng yuzaki qavatda deymizda teri, undan keyin esa yuzaki fatsiya. Bu kamper fatsiya yoki skarpa fatsiyadan iborat bo'ladi. Shundan so'ng muskullar boshlanadi. Bular tashqi qiyshiq muskuldan, ichki qiyshiq muskul va qorinning ko'ndalang muskulidan iborat. Qorin ko'ndalang muskulidan so'ng ko'ndalang fatsiya boshlanadi. Undan keyin esa qorin parda tashqarisi yog'idan va so'ngida parietal qorin pardadan tashkil topganligi qayd etib o'tilyapti. Demak, bizda mana bu ketma-ketlikda shpritsni qaysi tuzilmalardan o'tib borishiga keltirib o'tilgan. Demak, eng yuzaki qavat demak bizda teriga to'g'ri keladi. Undan keyin yuzaki fatsiyaga to'g'ri keladi.
Qorinning tashqi qiyshiq muskuli, qorinning ichki qiyshiq muskuli va qorinning ko'ndalang muskulidan tashkil topgan. Shundan so'ng transversalis fassia, ya'ni ko'ndalang muskul fatsiyasi qorin tashqarisidagi yog' va peritoneumning parietal varag'idan iborat bo'ladi. Aynan mana shu qavatlar bo'ylab shpris kirib borib, parasintez amaliyoti amalga oshiriladi. Keyingisi bizda muhim sohalardan biri bu chov sohasi hisoblanadi. Chov sohasida tabiiy kuchsiz nuqtalar joylashgan bo'lib, bular qorinning oldingi devorini tashkil etuvchi kuchsiz nuqtalar hisoblanadi va natijada ulardagi turli xil qorin ichki bosimiga oshishiga olib keluvchi holatlar aynan mana shu kuchsiz joylardan qorin ichida joylashgan a'zolarni bo'rtib chiqishiga olib keladi. Chov sohasida erkaklarda urug'dan hamda urug' tizimchasi, ayollarda esa bachadan yumaloq boylami kabi tuzilmalar o'tishi qayd etib o'tilyapti. Eng muhim anatomik belgilar bular. Chov boylami. Chov boylami bu qorinning tashqi qiyshiq muskuli qirrasi bo'ylab joylashgan bo'lib, keyinchalik esa qo'l suyagini do'mbog'iga borib birikishi aytib o'tilyapti. Chov kanalini hosil qilishda ikkita chov kanalini kirish hamda chiqish teshigilari ishtirok etadi. Demak, birinchisi bu chuqur chov teshigi yoki kirish teshigi hisoblanib, transversalis fatsiyadan hosil bo'lganligi aytib o'tilyapti. Joylashuv jihatdan pastki epigastral qon tomirlariga nisbatan lateral holatda joylashadi. Ikkinchisi esa yuzaki chov chiqish teshigi hisoblanib, bu qorin tashqi qiyshiq muskul aponevroziga defektli bo'lishini hisobiga hosil bo'ladi va bu qov do'mboqchasiga nisbatan lateral yo'nalishda joylashadi. Va keyingisi bu inguinal kanal. Inguinal kanal bu yuzaki hamda chuqur teshiklar oralig'ida joylashgan tuzilma hisoblanib, demak yo'l vazifasini bajaradi. Endi bizda churralar mavjud bo'lib, bular qorin pardani, peritoneum, ya'ni o'sha qorin pardani protrusion bo'lib, ya'ni bo'rtib chiqishi hisobiga yuzaga keladi va ko'pincha yuzaga keladigan joylari bular qorinning kuchsiz sohalari hisoblanadi. Chov tarkibi ko'pincha inkarseratsiya xavfi ostida bo'ladi. Agar inkarseratsiya xavfi yuzaga kelgan holatda bo'ladigan bo'lsa, u o'zini ortiga qaytmaydi qorin yoki chanoq sohasiga. Keyingisi esa strangulyatsiya hodisasi. Bunda aynan chov ko'rinishida chiqib kelgan a'zoda ishemiya hamda nekroz xavfi oshadi. Demak, bu strangulyatsiya. Qo'shimchasiga endi asoratlangan churralar og'riq, qizarish hamda isitma bilan namoyon bo'lishi ham aytib o'tilyapti. Keyingi yana bir churra turi bu Spigelian churrasi hisoblanib, qorinning lateral oldingi devorini yoki semilunar, ya'ni yarim osmon liniyani spontan ravishda bo'rtchi hisobiga yuzaga keladi. Demak, bu ko'pincha qorinning rectus abdominis, ya'ni to'g'ri muskuli va yarim aylanasmon liniyani oralig'idan chiquvchi churra ekanligi demak bizda aytib o'tilyapti. Ko'pincha qorinning pastki sohasida yuzaga keladi. Sababi posterior rectus sheath, ya'ni orqa to'g'ri g'ilofda kuch kam bo'lishi natijasida qorinning orqa sohasiga berishi aytib o'tilyapti. Demak, diagnoz qo'yish uchun UZI yoki kompyuter tomografiyadan foydalanib diagnoz qo'yiladi. Bizda endi churralar yuzaga kelish hududi va xususiyatiga ko'ra 3 xil qorinning oldingi devor churralari mavjud. Bulardan birinchisi indirect inguinal, ya'ni bilvosita chov churrasi yoki noto'g'ri chov churrasi. Ikkinchisi esa direct inguinal, ya'ni to'g'ri chov churrasi. Uchinchisi esa son churrasidan iborat bo'ladi. Bilvosita yoki noto'g'ri chov churrasi asosan bu chovning chuqur kirish teshigidan paydo bo'lib chiqib kelishi aytib o'tilyapti. To'g'ri chov churrasi esa to'g'ridan to'g'ri Hasselbach uchburchagidan chiqib keladi. Son churrasi son kanalidan chiqib kelishi aytib o'tilyapti. Noto'g'ri chov churrasi bu epigastral qon tomirlariga nisbatan lateral joylashadi. To'g'ri chov churrasi esa medial yo'nalishda joylashadi. Son churrasi esa chov boylamini pastki sohasidan chiqib keladi. Endi aholini demografik jihatdan qaysi yosh vakillari yoki qaysi jins vakilida uchraydi desa, noto'g'ri chov churrasi ko'pincha yosh o'g'il bolalarda uchraydi. To'g'ri chov churrasi esa yoshi katta erkaklarda uchraydi. Son churrasi ko'proq ayollarda uchrashi qayd etib o'tilyapti. Fizik tekshiruvda noto'g'ri chov churrasini uchki sohasini barmoq bilan palpatsiyada ushlab ko'rish mumkin. To'g'ri chov churrasida esa piyossasi barmoq bilan sezilishi mumkinligi aytib o'tilyapti. Son churrasi ko'pincha qov do'mboqchasining ostida yoki unga lateral yo'nalish bo'ylab joylashadi. Endi mana bu yerda aynan chov kanalining hosil bo'lishi keltirib o'tilgan. Demak, chov kanalini bizda kirish hamda chiqish teshiklari mavjud bo'ladi. Kirish teshigi boya aytib o'tganimizdek, demak bizda transversalis fatsiyadan hosil bo'lishi aytib o'tildi.
Kirish teshigi bu indirect, ya'ni noto'g'ri choy churasi uchun joy hisoblanadi. Ya'ni noto'g'ri choy churasi ana shu sohadan chiqib ketadi. Chiqish teshigiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu chiqish teshigi demak bizda external oblique muscle fatsiyasidan hosil bo'lishi qayd etib o'tilyapti va bu yerdan to'g'ri choy churasi chiqib kelishi mumkin. Bizda choy kanalining kirish teshigi epigastral qon tomirlariga nisbatan lateral joylashadi. Chiqish teshigi esa aksincha epigastral qon tomirlariga nisbatan medial yo'nalish bo'ylab joylashadi. Endi bizda Gesselbach uchburchagi mavjud bo'lib, bu uchburchakni hosil qilishda 3 ta tarkibiy qism qatnashadi. Birinchisi qorinning to'g'ri muskuli, demak bu rectus abdominis to'g'ri muskul. Demak, ikkinchi tuzilma bu chov boylami hisoblanadi. Uchinchi tuzilma epigastral qon tomirlar. Epigastral qon tomirlar hisoblanishi aytib o'tilyapti. Demak, mana shu 3 ta tuzilma birlashgan holatda Gesselbach uchburchagini hosil qiladi. Aynan bu hosil bo'lgan Gesselbach uchburchagi, demak, to'g'ri chov churasi uchun aynan mana shu joy lokatsiya. Demak, to'g'ri chov churasi bizda Gesselbach uchburchagidan chiqishi aytib o'tilmoqda. Demak, endi bu yerda bizda son hamda Gesselbach uchburchagining lokatsiyalari keltirib o'tirgan. Bizda chov boylami mana bu tuzilma, demak, chov boylami yonbosh suyagini oldingi yuqori qirrasidan aynan simfis pubisga, ya'ni qo'l suyagiga qarab tortilgan bo'ladi. Bu bizda chov boylami. Chov boylami yuqori tomonda deb aytib o'tganimizdek Gesselbach uchburchagi joylashadi va bu to'g'ri chov churasi uchun aynan mana shu joy eng muhim hisoblanishi aytib o'tilmoqda. Demak, qo'shimchasiga pastki sohaga e'tibor beradigan bo'lsak, femoral ring, ya'ni sonning chiqish uchburchagi joylashgan, son teshigi joylashgan bo'ladi. Demak, ayollarda uchraydigan chura son churasi hisoblanadi. Aynan mana shu femoral ring orqali chiqib keladi. Demak, bu son churasi uchun eng muhim nozik nuqta hisoblanadi. Yuqoridagi Gesselbach uchburchagi esa to'g'ri chov churasi uchun lokatsiya ekan. Bu yerda uchala turi keltirib o'tilgan. Demak, bizda dastlab son churasi demak chov boylamini ostki sohasidan chiqib kelganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi esa to'g'ri chov churasi. To'g'ri chov churasining chiqib kelish joyi bu Gesselbach uchburchagi hisoblanadi. Va noto'g'ri chov churasining chiqib kelish joyi esa deep inguinal ring yoki chov kanalining kirish teshigi ekan. Endi bu yerda bizda retroperitoneal a'zolar keltirib o'tilyapti. Retroperitoneal demak o'sha qorin pardasining tashqi sohasida joylashgan a'zolar. Bular demak tuzilishi jihatdan qorin pardaga nisbatan ortki sohada joylashadi. Demak, retroperitoneal a'zolarda strukturalar zararlanishi, demak, qorin parda sohasida qon yoki gaz yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bularga qaysi a'zolar kiradi? Demak, buyrak usti bezi, aorta va pastki ko'k vena, 12 barmoq ichakning 2 dan 4-gacha bo'lgan qismi, me'da osti bezini dumdan tashqari qolgan qismlari, siydik yo'llari, yo'g'on ichakning ko'tariluvchi va tushuvchi qismlari, buyraklar, qizilo'ngachning thoracic portion. Ko'krak qismi, ya'ni qorin qismi demak bizda intraperitoneal, ko'krak qismi esa retroperitoneal va to'g'ri ichak qisman retroperitoneal a'zo hisoblanadi. Bu yerda eng muhim boylamlar va ularning tarkibidan o'tuvchi tuzilmalar keltirib o'tilgan. Birinchisi bu falciform, ya'ni o'roqsimon boylam. Uning asosiy vazifasi jigarni qorinning oldingi devoriga bog'lab turish hisoblanadi. Tarkibida jigarning yumaloq boylami joylashgan bo'lib, u hosil bo'lishi jihatdan homila kindik venasidan hosil bo'ladi. Qo'shimchasiga paraumbilikal venalar ham aynan mana shu sohada bo'ladi. U rivojlanishi jihatdan oldingi mezenteriydan paydo bo'lgan. Ikkinchisi gepatoduodenal boylam. Bu jigarni 12 barmoqli ichakka bog'lab turish vazifasini bajaradi. Uni tarkibida portal triada, ya'ni jigarning xususiy arteriyasi, portal vena va umumiy o't yo'li joylashadi. Kelib chiqish jihatdan oldingi mezenteriydan kelib chiqqan. Pringle manevr degan manevr mavjud bo'lib, aynan mana shu boylamni qon tomirini ezuvchi vascular clamp, ya'ni qon tomirida qisqicha oylar orqali qisib qo'yiladigan bo'lsa, demak, jigarga boradigan qonni nazorat qilish mumkin bo'ladi. Chunki portal vena va jigar arteriyasi aynan mana shu boylam tarkibidan o'tgan.
chegaralari jihatdan omental foramen katta va kichik qopchani bir-biriga bog'lashi aytib o'tilyapti. Keyingi muhim bo'lamlar bular gepatogastrik ligament yoki jigar oshqozon bo'lami. Asosiy vazifasi jigarni oshqozonni kichik egirligiga bog'lash hisoblanib, tarkibida oshqozon qon tomirlari o'tadi. Kelib chiqish jihatdan bu ham ventral mesentery, ya'ni oldingi tutqichdan hosil bo'lgan. Katta va kichik qopchani bir-biridan ajratadi, aynan o'ng tomonda. Demak, xirurgik amaliyot davomida buni kesib kirish kichik qopchaga kirish imkonini beradi. Keyingisi gastrocolic ligament, ya'ni oshqozon yo'g'on ichak bo'lami. Oshqozonning katta egriligini yo'g'on ichakning ko'ndalang chambarchak sohasiga bog'laydi. Tarkibida gastrepiploid qon tomirlari mavjud bo'ladi. Kelib chiqish jihatdan demak dorsal mezenteriydan hosil bo'lgan va katta charva tarkibiy qismi. Keyingisi gastrosplenic ligament, oshqozon taloq bo'lami. Oshqozon katta egriligini oshqozon katta egrilik va taloqni o'zaro bog'lash vazifasini bajaradi. Tarkibda short gastric, ya'ni kichik oshqozon qon tomirlari va chap gastrepiploid qon tomirlari hosil bo'ladi. Kelib chiqish jihatdan dorsal mezenteriydan shakllangan kichik va katta qopchani bir-biridan ajratadi. Tanani o'ng tomoni, chap tomonida katta charva tarkibiy qismi hisoblanadi. Keyingisi esa splenorenal ligament hisoblanib, demak taloqni chap buyrak yoni sohasidagi bo'shliqqa bog'laydi. Tarkibida taloq arteriyasi, venasi va me'dosi bezining dum sohasi bo'lishi aytib o'tilyapti. Demak, dorsal mezenteriydan kelib chiqqan. Bu yerda eng muhim bo'lamlar va ularning har biridan hosil bo'luvchi tuzilmalar keltirib o'tilgan. Bizda falciform, ya'ni o'rosmon bo'lamimiz. Demak, u jigarni o'ng va chap bo'laklarga ajratyapti. Keyingisi esa gepatogastrik bo'lam. Jigar va oshqozon o'rtasidagi aloqani ta'minlayapti va gepatoduodenal bo'lam. Jigar hamda me'dosi 12 barmoq ichak o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Mana shu ikkalasi qo'shilgan holatda kichik charvani hosil qiladi. Keyingi tuzilma bu oshqozon taloq bo'ylami hisoblanadi va gastrocolic ligament, ya'ni oshqozon 12 barmoq yo'g'on ichak bo'ylami. Bu bo'lamlar birlashgan holatda katta charvaning tarkibiy qismiga kiradi. Oshqozon ichak tizimini anatomik jihatdan 4 ta qismga bo'lib o'rganamiz, ya'ni oshqozon ichak devorini. Bular qaysilar? Demak, bular bizda 4 ta qismdan iborat bo'lib, oshqozon devori. Birinchi qism bu mukoz, ya'ni shilliq qavat. Shilliq qavatda o'zining epiteli, xususiy plastinka va muskul qavati mavjud bo'ladi. Ikkinchisi shilliq osti qavati. Shilliq osti qavati demak, shilliq osti nerv chigali, ya'ni Meissner nerv chigalini suyuqlik ishlab chiqaruvchi bezlardan va qon tomirlaridan tashkil etgan. Uchinchisi bu muscularis externa, ya'ni tashqi muskul qavati. Buning tarkibida mienterik nerv chigali bo'ladi, ya'ni Auerbach. Asosiy vazifasi harakatni ta'minlash. To'rtinchisi esa seroz. Qachonki qorin pardaning ichida joylashsa seroz, qachonki biriktiruvchi to'qima, ya'ni qorin pardadan tashqarida joylashsa adventitia deb nomlanadi. Endi bizda muhim klinik tomoni yaralar oshqozonni faqat mukoz bilan bir qatorda submukoz qavatigacha kirib boradi. Yemirilish esa faqatgina oshqozonning shilliq qavatida amalga oshadi. Qo'shimchasiga oshqozon ichak traktida bazal elektrik ritm, ya'ni sekin to'lqinlar hosil bo'ladi. Ular kelib chiqish jihatdan interstitsial hujayralar, ya'ni kajal hujayralardan hosil bo'ladi. Demak, ular ritmik jihatdan 12 barmoqli ichak, yonbosh ichak va oshqozonda demak bir-biridan farqlanishi aytib o'tilyapti. Demak, bu yerda ko'ndalang kesmasida oshqozon har bir qismi va ulardan hosil bo'lish tuzilmalari keltirib o'tilgan. Demak, bizda shilliq qavati, epitelidan xususiy plastinka va muscularis mukoz, ya'ni shilliq qavat muskuldan iborat. Undan keyin esa submukoz, ya'ni shilliq osti qavati, shilliq osti bezlaridan iborat bo'ladi. Qo'shimchasiga submucosal nerve plexus, ya'ni Meissner nerv chigaldan iborat va muskul qavati ichki halqali, ya'ni sirkulyar muskullardan, tashqi ko'ndalang muskullardan iborat bo'lishi ham bu yerda keltirib o'tilgan. Har bir oshqozon ichak traktini o'ziga xos bo'lgan anatomik va gistologik xususiyati mavjud. Demak, dastavval qizilo'ngachdan boshlaydigan bo'lsak, qizilo'ngach epiteliysi keratinlashmaydigan ko'p qavatli yassi epiteliyadan tashkil topgan. Yuqori 3dan 1 qismi sohasi bu ko'ndalang targ'il muskuliga o'xshash muskuldan iborat bo'ladigan bo'lsa, o'rta va pastki 3dan 2 qismi esa sirlar muskuldan iborat bo'ladi. Oshqozon bezlaridan tashkil topgan. Qo'shimchasiga u yerda joylashgan parietal hujayralar ular demak pushti rangda, bosh hujayralar esa bazofilik, ya'ni to'q ko'k rangda ko'rinishi mumkin. 12 barmoqli ichak asosan villilardan va mikrovillilardan iborat bo'lib, ular oshqozon ichak tizimining absorptiv xususiyatini, ya'ni so'ruvchanlik xususiyatini oshiradi. Brunner bezlari ham mavjud. Ular asosan bikarbonat ishlab chiqaruvchi hujayralardan iborat bo'ladi va shilliq osti qavatida joylashadi. Keyingi tuzilma bu Liberkon kriptalari. Tuzilishi jihatdan ular o'zak hujayralardan iborat bo'lib, qachonki ichak hujayralari yoki goblet hujayralari zararlansa, aynan mana shu hujayralar ular o'rnini to'ldiruvchi vazifani bajaradi.
va Panets hujayralar ham mavjud. Bular asosan defensinlar va lizosim va TNF ishlab chiqarishni amalga oshiradi. Plica circularis mavjud bo'lib, bu distal 12/13 sohasida joylashadi. Keyingisi demak bizda bu ochichak velilardan, Libercum cryptarasidan va Plica circularisdan iborat bo'ladi. Bular uzun tuzilmalar hisoblanib, bular ham o'z navbatida oshqozon chay tizimini so'rovchi yuzasini oshirib berish vazifasini bajaradi. Yonbosh ichak velilardan Pier bo'lakchalaridan iborat. Pier bo'lakchalari ular limfa agregatlari hisoblanib, xususiy plastinka va shalag'osi sohasida joylashadi. Qo'shimchasiga kripto liberkumlar ham joylashgan. Ko'p miqdordagi goblet hujayralari bo'ladi, aynan ichakda. Yon chekka to'xtaladigan bo'lsa, liberkum kriptalardan iborat bo'ladi. Qo'shimchasiga juda ko'plab goblet hujayralari, lekin velilar yo'q ekanligi aytib o'tilyapti. Oshqozon ichak tizimini watershed areas deyiladi, ya'ni organizmdagi gipotenziv holatlar yoki qon perfuziyasining kamayishiga eng sezgir bo'lgan joylari qayerlar? Bular SMA, ya'ni superior mesenteric artery, yuqori tutqich arteriyasi hamda qo'shimchasiga pastki tutqich arteriyasidan hosil bo'luvchi qo'shimcha, ya'ni kollateral tarmoq hisoblangan taloq bukilmasi, splenic fracture deyiladi. Aynan mana shu soha organizmda qon oqimini kamayishi, shok holatlarida eng birinchi bo'lib zararlanib, ishemik kolit holatini yuzaga keltiradi. Ikkinchisi esa pastki tutqich arteriyasi va yuqori rektal arteriyadan hosil bo'luvchi tarmoqlar hisoblanadi va aynan mana shu soha ham organizmdagi qon bosimi tushishiga yoki qon oqimi kamayishiga eng sezgir joylar hisoblanadi. Demak, bizda ikkita muhim joy taloq bukilmasi, bu SMA hamda IMA dan hosil bo'luvchi, ikkinchisi esa rektosigmoid birlashma. Pastki mezenterik arteriya tarmoqlaridan hosil bo'luvchi tuzilmalar hisoblanadi. Keyingi holat bu Nutcracker sindromi. Nutcracker sindromi bu shunaqa holatki, chap buyrak venasi yuqori tutqich arteriya hamda aorta orasida qisilishi bilan kechadigan holat. Va bu bemorda qorin hamda yonbosh sohasidagi og'riqqa va massiv gematuriya, ya'ni CDda qon paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, chunki yupqa devorli qon tomirlarida yorilishi va CDda qon paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Chap tomonlama varikatselli holatini ham yuzaga keltirishi mumkin. Demak, Nutcracker sindromining rivojlanish mexanizmi quyidagicha holatda keltirilgan. Keyingisi bu superior mesenteric artery sindrom. Bunda superior mesenteric artery yuqori tutqich arteriyasi va aorta orasida 12 barmoqli ichakni qisilish holati yuzaga keladi. Hozir bu mana bu tasvir bizda Nutcracker sindromi. Ya'ni yuqori tutqich arteriyasi va aorta oralig'ida chap buyrak venasini qisilib qolishi. E'tibor bersalar, ana qisilib qolgan holati. Keyingi sindromimiz esa yuqori tutqich arteriya sindromi hisoblanib, demak, bu vaqti bilan ichakda obstruksiyasiga sabab bo'ladi. Asosan ovqatlangandan keyin yuzaga keladi. Demak, bunda yuqori tutqich arteriya va aorta oralig'ida 12 barmoqli ichakning 3-chi, ya'ni transvers, ko'ndalang qismi qisilib qoladi. Buni yuzaga kelishining asosiy sababi mezenterik yog'ni kamayishi, ya'ni to'satdan ko'p miqdorda massa yo'qotish, juda past bo'lgan massa, ya'ni ovqatlanishni buzilishi va oshqozonni aylanib o'tuvchi xirurgik amaliyotlar aynan shu holatga olib keladi. Bu yerda esa bizda son 3 burchagi keltirib o'tilyapti. Son 3 burchagi asosan son nervi, arteriya, venadan tashkil topgan bo'ladi. Endi son g'ilofi esa fatsial trubka hisoblanib 3-4 sm pastda joylashgan inguinal boylamga nisbatan. Tarkibida son venasi, arteriya va son kanali bo'ladi. Uning tarkibida esa chuqur chov limfa tugunlari joylashgan, lekin femoral nerv, ya'ni son nervi bo'lmasligi aytib o'tilyapti. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.